Imoratni qurish 3 bosqichda boshlanadi. Birinchisi arxitektor loyihani qiladi, konstruktor loyihaga asoslangan holda qurilish materiallarini tasnifini belgilab beradi, prorab esa o'sha loyihaga asoslangan holda imoratni quradi. Amalda esa bu nazorat ikkiga bo'linadi. Men konstruktor bilan ishlamayman, lekin bu degani imoratlarni qurayotganda albatta konstruktor bilan maslahatlashingiz kerak. Nimaga? Loyihachi loyihani qilib bo'lgandan keyin konstruktor unda sizlarga qaysi tasnifdagi materiallarni ishlatishni hisoblab beradi. Men konstruktor bilan ishlamaganligimning sababi 20 yildan oshuv tajribaga ega akam menga hamma loyihalarni qilib beradilar. Bu odam Qozog'istonda 4 ta Mostem loyihasini qilgan odam. Konstruktor vazifasini akam bilan o'zaro maslahatlashgan holda imoratni mukammallashtirilgan holatda loyihasini qilamiz. Bunda imorat quriladi joy albatta o'rganib chiqiladi. O'shanga asoslangan holda marka beton, armatura secheni, kolonna rigillari, plita yoki monolit bo'lishi albatta baribir men plita qilaman. Xo'p, shunga asoslangan holda loyihamizni amalga oshiramiz. Endi kommentariyada qurilish mavzusida kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa yozinglar, albatta hammasiga javob berishga harakat qilaman. Lekin kimda global savol bo'ladigan bo'lsa, men o'sha savolga albatta video murojaat qilib javob beraman. Salomat bo'linglar.